Aslida F3 vitamin A, D, dioid qaysi holatlarda ishlatiladi? Molni chiroqni yoqing aka. Molni mana tumshug'ida yarini ko'rib turibsizlar. Mana shu kasalga shu dorini mana bunday qilib shpritsda jo'natib qo'yasizlar. Shu o'lgan to'qimalar tez tiklaydi, yaram bitasiga yordam beradi. Bu tarafini yoqini ko'rsatib qo'yinglar akalar. Mana molimiz holati ayanchliroq, ichlari po'st tashlab olgan, issiq suvda kuyganga o'xshab, shunga shu doridan foydalanyapmiz. Xudo xolasa 5 kun bir haftada yana o'ziga kelib ketadi. Hozirgi holati endi avjiga chiqgan payt. Tuyoq yaralariga shu doridan bemalol ishlasangiz bo'laveradi. Birinchi formalinda dorilanadi, keyin orqasidan shu yog' ustidan sepiladi. Tuyoq esa nima sesa chiqing? Bu tarafga. Ha. Mana yana. O malades. Tanjoni sog' bo'lsin, molga o'xshagan. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mollaringning oqsil kasalliklarini ehtiyot qilinglar. Oyog'iga shunday ishlasa bo'laveradi. Mana o'zini qo'yib berdim, molam o'rganib qolibdi quyan aka. Ustidan qo'yib ishqalab qo'yaman mana. Yaxshilab dorilab qo'ysalaring. Og'ziga yarab bir hafta 10 kunda yaxshi bo'lib ketadi. Tuyoqqa o'tsa, tuyoq yerda turgan hisobiga cho'zilishi mumkin. 1 oy, 1,5 oygacha cho'zilib ketadi. Shunga hushyor bo'lasizlar.